Yaxshi sizlar ko'pchilik biz oldingi sonda reallikdagi Po'lat polvon Elon Musk to'g'risida tushuncha bergan. Bugun uning davomi to'g'risida to'xtalib boqaylik. Ovchi burkut birdan ig'ir tipdagi ovchi burkutgacha kulrang dumlalarcha yurishlik raketa motorini asosida harakatlantiruvchi kuch manbasi qildi. O'xshamaydigan yeri shuki, birinchi darajalik raketa motorining soni 37 yetdi. Kulrang dumlalarcha raketa motori suyuq oksigen bilan kirsinni ittirgich kuch qilib, qurilmasi oddiy ishonchli yuqori texnik alohida bo'lgani kulrang dumlalik lachinga yengillik purkuvchi shiltilgan bo'lib, ittirish kuchining uzluksiz o'zgarishini amalga oshirdi. Buning bilan raketani tik qo'ndirib, yig'ib olish maqsadiga yetkazildi. Bu qitim yana raketadagi yirtqich qush motorini texnik qalbsiz deyishga bo'ldi. Bu yerda oddiy so'zlab baqayli, u suyuq oksigenli metanni piropilnat qiladi. Boshqa hozir vazifa o'tayotgan raketa motorlariga selishtirganda yirtqich qushning eng cho'ng o'xshamasligi shuki, ular butun aqim miqdorini darajaga ayirib kuydirish texnikasini qo'llangan. Uning afzalligi shuki, tanarqi texmi tuvan, iqtidori texmi kuchli, mayli qo'yib berish o'lchami yoki odam soni jihatdan bo'lsin, hammalar olam kemasining tarixida ko'rilib boqmagan deyishga bo'ldi. Shuni bilish kerakki, Rossiya o'zi ishlatayotgan ittifoq nomli odam kemasi va Jungo ishlatayotgan xosiyatli kema nomli odam kemasi bir qatimda faqat 3 odam osmonga chiqa oladi ekan. Sabdan chekingan Amerika olam aeroplanimi aran 8 odamni olam bo'shliqqa elib chiqa oladi. Buningga selishtirganda bir qatimda 100 odam to'shay oladigan olam bo'shliqi avtobusi deyishga bo'ladi. Texmo muhimi yangidan yasalgan olam aeroplanini qisman yig'ib olishga bo'lmaydi. Lekin uning birinchi darajalik raketasi Super Heavy'ni butunlay yig'ib olgan bo'ladi. Takror ishlatkili bo'ladigan bu xil loyiha qo'yib berish narxini ilgari ko'rilib boqmagan, har tonnasini 20 ming Amerika dollarga tushirdi. Raketani yig'ib olish texnikasi hal bo'ldi. Undaqda endi yiqilg'u masalasi. Yer sharining tortish kuchi sababli yetarli yiqilg'u va kuchli ittirish kuchi bo'lgandalar Mars qarab ucha oladi. Yana bir olam kemasining to'xtash yordamiga muhtoj. Tunji planetlar aro yo'lovchilar olam kemasi yer shari orbitasi atrofida to'xtaganda ig'ir tipdagi yana bir to'shquvchi raketani shu amal qo'yib berildi. Bu chaqda ikkinchi planetlar aro olam kemasi mayqashlash aeroplanining o'rnini oladi. Ichiga piroplan qachrangan bo'lib, undan keyin orbitadagi planetlar aro olam kemasi bilan uchrashadi. Hamda piroplanni yo'lovchilar olam kemasiga yetkazadi. Olam kemasini 100 tonnadan ortiq Marsga boradigan yiqilg'u bilan ta'minlaydi. Undaqda biz Marsga bora oldikmi? Yo'q. Yana bir masala bor. U bo'lsa Marsni o'zgartirishimiz kerak. Biz Marsning sirtqi yuzining bir parcha qapqasi ekanligini bilamiz. Oksigen va tayyor suv yo'q bo'lib qolmay, hatto radiatsiya saviyasimi yer sharininkidan xilda yuqori. Bundoq nachar muhitda insonlar asla yashay olmaydi. 2015-yili Musk Marsning ikki qutbida yadro bombasini portlatish tasavvurini o'tirib qo'ydi. Yangi o'ldirilgan holda Mars klimatini o'zgartirib, uni insonlarning o'ltiraqlashga mos keladigan planga aylantirishimiz kerak. Garchi bu xil xiyol sal chekdan oshgan bo'lsa-mu, ammo Marsni o'zgartirish cho'qim ilib berildi. Siz Marsni o'zgarsalar ish tugaydi deb qoldingizmi? Shuni bilish kerakki, Muskning eng yuksak nishoni Marsga bir shahar qurish. Bir shahar qurish uchun taxminan 1000 dona planetlar aro olam kemasi kerak. Bu pilot o't yulduzga taxminan 1 million tonna mol to'shiydi. Muskning mo'ljalcha bu mallar o'zi ta'minlaydigan shahar qurishga ekan. Buningga taxminan 20 yil vaqt ketishi mumkin. Chunki yer shari bilan Mars har 2 yilda bir qatim uchrashadi. Bu yuksak nishonni amalga oshirish uchun SpaceX ulug'vor plan tuzib chiqdi. Ularning nishoni 2020-yili birinchi faslda har kuni yangi bir yirtqich motori yasash. Har bir planetlar aro olam kemasi va cho'ng tipdagi yordamchi turg'ichga jami 40 motor ishlatilgan. Bu planning nishoni Texas va Florida bazalariga yangidan planetlar olam kemasi yasash. Agar bu nishon amalga oshsa, insonlar haqiqiy holda yulduzlar aro jonliqlar turga aylandi. Eng oxirida biz boshlangan masalaga qaytib kelaylik. Musk nima uchun Tesla'ni qurdi? Chunki ichida yanadigan dvigatelni asos qilgan qatnash quroli va harakatlantirgich kuch Marsda xizmat qilolmaydi. Musk nima uchun solar setini setib oladi? Chunki har xil boyliqlar kamchilik bo'lgan Marsda quyosh energiyasidan foydalanib to'p chiqarish eng muvofiq. Musk nima uchun SpaceX'ni qurdi? Chunki Muskning nishoni million odamni Marsga yetkazish bo'lib, mayli arzon yig'ib olishga bo'ladigan raketa bo'lsin yoki qo'ngan ishlatadigan ta'tir ittirish texnikasi bo'lsin, hammasi intayin zarur. Musk nimishqa The Boring Company muhtoj bo'ldi? Marsda oksigen yo'q, vakuum holatda. Darajadan tashqari yuqori sur'atli temir yo'l texnikasini qo'llanib, texnik unumli qatnash yaratish, qatnashni 2 o'lchamlik bo'shliqqa 3 o'lchamlik bo'shliqqa tushirish. Musk nimishqa yulduzlar aro o'rlashtirish liniyasini qurdi? Marsdagi kishilar energiya manbasi masalasini hal qilib bo'lgandan keyin, qatnash, yer bichish muqimlashgandan keyin lozim bo'lganini xabarlash texnikasi 42 ming sun'iy hamrohdan foydalanib tutashtirildi. Buningdan keyin Marsning ichki qismidagi aloqa, shundaqla Mars bilan yer shari orasidagi aloqa, hammasi sayyoralarning daraja texnikasi ehtiyojli. Musk nima uchun menga mashinasini ulash eg'izi shirkatini qurdi? Kelgusi jamiyatga insonlar ijtimoiy aloqada faqat menga bilan mashina birlashib uchur yetkazgandilar. Ondan tildan foydalanib siziqlik chiqarish o'limining tuvan bo'lishidan umid bor. Buningdan Muskni insonlarni Marsga ilib berib o'ltiraqlashtirdi deyishga bo'ladi. Bu dunyo haqiqiy ehtiyoji bo'lganidan shunday g'altirashgan talant egalari. Ya'ni zarur planni har qaysi ijro qilgan bo'ladigan amaliy nishonga aylantirib, amalga oshirish. Insonlarning fan texnika taraqqiyot tarixini nazar solsak, barliq ilgirlashlarning hammasi talant egalari ilgari surgan. Ular masxara qilishdan qo'rqmaydi. Tillashlar va qarchablashlar bo'lsa-mu, har bir qadamini puxta bosib, insonlarning fan texnikasini yana bir qadam yuqori pallaga ko'tardi. Undaqda odam elib Marsga chiqish bu orzudan iboratmi? Balkim necha yo'lga qolmay amalga oshishi mumkin.